Jahon chempionati 2026-yilgi turnirini Meksika hamda Janubiy Afrika o'rtasidagi qizg'in o'yin boshlab berdi. O'yinning boshlanishidayoq meksikaliklar ajoyib hujumlarni amalga oshirishdi va o'yinning 9-daqiqasida Quiñones hisobni 1-0 holatga keltirdi. Shu taymda hattoki Afrika terma jamoasi sariq kartochka ham olishdi va ikkinchi taymning o'rtalarida Jimenez hisobni yiriklashtirdi, ya'ni 2-0 holatga keltirdi. Keyin o'sha taymning o'zida naqd 3 ta qizil kartochka olindi. Ikkitasi Janubiy Afrika Respublikasi terma jamoasiga tegishli, bittasi esa Meksika. Chindan ham hujumkor va ajoyib o'yin bo'ldi. Hattoki Janubiy Afrika Respublikasi darvozaboni ham bitta seyvni amalga oshira oldi. Hozirda A guruhining yana bitta o'yini bor bo'lib o'tyapti. Janubiy Koreya hamda Chexiya o'rtasidagi o'yinni Bemalol Futbol TV telekanalida tomosha qilishingiz mumkin.